Assalomu alaykum, yana bir bor aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun mana bizning xayrli kun ko'rsatuvimizning navbatdagi mehmoni Sadulla akamiz. Ko'pchiligingiz ijtimoiy tarmoqlar orqali taniysiz, albatta gitara bilan juda ham chiroyli qo'shiqlarni kuylab beradilar va bugun dasturimizni go'zal o'tishiga ham o'z hissalarini qo'shdilar. Rahmat Sadulla aka, yana bir bor xush kelibsiz deb qolamiz. Sadulla aka, sizni ijtimoiy tarmoqlarda Sadulla Singer niki ostida kuzatamiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqda akkaunt ostida kuzatamiz. Juda ham chiroyli qo'shiqlar kuylaysiz, ovozingizga ko'z tegmasin va Otabek Muhammad Zoir ijrosidagi go'zal taronalarni kuylab borasiz. Bu ko'pchilikka tanish bo'lsa kerak albatta. Keling, hozirgi dasturimiz orqali ham ozroq parcha tinglasak sizdan. Nima deysiz? Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum. Ustozimiz Otabek Muhammad Zohidni Mayli telba denglar qo'shig'ini qo'ldan kelgancha ijro qilib beraman. Rahmat. Bu pishmas savdomi deb yuboraman, chorasiz qolganda ishq bozorida, umidvorlik qalbim tilka poraman, bir hikmat bor deya yor ozorida. Bu pishmas savdomi deb yuboraman, chorasiz qolganda ishq bozorida, umidvorlik qalbim tilka poraman, bir hikmat bor deya yor ozorida. Ajoyib, ovozingizga ko'z tegmasin deb qolamiz va sizni keyingi ko'rsatuvlarimizda ham kutib qolamiz. Rahmat.